Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Temur akam bilan Manchester City o'yinini aytqasini to'g'ridan-to'g'ri kuzatdik. Temur aka mana Angliyaga keldingiz. Futbol vatani o'yinlarni to'g'ridan-to'g'ri maydondan kuzatdingiz. Taassurotlar qanaqa aka? Endi albatta birinchi kelishim Angliyaga juda yaxshi taassurotlar qoldi, chunki deyarli 4 ta o'yinga tushdim. Stadionlarni ham ko'rdim. O'shaning uchun futbol o'zi endi top o'rin o'zi bilardik, ko'rardik, lekin chetga ko'rib amin bo'ldik. Rostdan ham organizatsiya bo'lsin, muxlislik bo'lsin, marketingi bo'lsin, o'zi o'yin darajasi bo'lsin, albatta boshqa daraja ko'rinib turibdi. O'shaning uchun juda yaxshi taassurotlar qoldi. Har bir o'yinda o'sha ayrim o'yinlarni muxlislarning ichida o'tirdim. Ichidagi aurani ko'rdim, muxlislarda bir narsa. Umuman Angliya futbolini yaqindan ko'ra oldim. Ozmi ko'pmi tanisha oldim. Bu menimcha yaxshi va albatta o'rganadigan narsalarda o'zim uchun ko'ra oladigan narsalarni ko'rdim. O'shaning uchun menimcha zo'r, yaxshi taassurot qoldi. Menimcha Abduqodir Husanov ham o'yinlarni to'g'ridan-to'g'ri maydondan kuzatib, siz o'zingizga yarasha bir xulosalar, qandaydir bir Abduqodir Husanovning kamchiliklari nimalarni sezdingizmi? Endi Abduqodir bu yerga kelib demoqchiman, o'sish qanaqadir? Yo'q, albatta birinchidan bitta o'yinda ko'rdik. Ham birinchi bo'limdan keyin zaxiraga olindi, jarohat oldi, lekin birinchi bo'limda ham yaxshi harakat qildi. Albatta o'yindan keyin ham ko'rishdik. O'zi deyarli Manchesterga kelgandan keyin deyarli har kuni ko'rishyapman, gaplashib turamiz. Unga savollar beryapman, trenirovka protsess bo'yicha, umuman o'shaning uchun hammasi yaxshi. Eng katta o'rinda, eng zo'r joyda, top komandada, top chempionatda va faqat o'z ustidan yana ham ishlash kerak, yana ham kuchli bo'lish kerak. Shu yerda uzoq muddat mana shunaqa darajada o'ynash uchun omad tilayman, chunki albatta hozir muxlislar orasida ham o'zi umuman yaxshi taassurot qoldiryapti. Husanovni yaxshi ko'rishadi. Bu zo'r narsa. O'ylaymanki, kelajakda yana ham yaxshi bo'ladi, yana ham kuchli bo'ladi, bu aniq. Va bilganingizdek, Guardiola ham unga munosabati ham o'zi ishonch beryapti, ish qo'yyapti. Ko'rganingiz bo'lsangiz, Manchester Unitedga qarshi, undan keyin Napoli bilan, Arsenal bilan muhim uchrashuvlarda maydonga tushdi. O'shaning uchun ishonch bor. Bu eng yaxshisi va ishonchda o'ylaymanki, Abduqodir oqlaydi. Bu o'ylaymanki, jarohatdan ham tezda qaytsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Yana bitta savol, Temur aka, mana Abduqodir Husanov Angliya Premyer Ligasi bu juda ham bir katta chempionat, o'z mana keldingiz, ko'rdingiz atmosferani. Abduqodir Husanovdan keyin yana bir yaxshi bir futbolchilarimiz, yetishib chiqqan bir yosh, yetishib chiqayotgan hozirda yosh futbolchilarimiz kelishga umid bormi biz o'zbek futbolimizda? Faqat Abduqodir Husanov bilan to'xtab qolmaymizmi? Yo'q, menimcha to'xtab qolmaymiz, chunki Abduqodir birinchi qadamni otdi, chunki bilasizlar, bu eng yuqori marra va Qodirdan keyin, Abduqodirdan keyin o'zi ko'p skautlarga ham, o'zi futbolimizga ham boshqa qarash boshlandi, kuzatishni boshlashdi. Chunki Abduqodirda Manchester Cityga o'tishi bu futbolimiz uchun katta yutuq bo'ladi. Katta yutuq bo'ldi. Kim ekan bu bola, qatdan ekan degan narsa bilan va o'zimga ham qancha agentlar chiqqan yoki hozir chetda ham kelganimda bilasizlar, anaqaga Manchester City bazasiga bordim, trenirovkasini ko'rdim, mashg'ulotini ko'rdim, o'sha jarayonni ko'rdim, keyin o'sha akademiyani sport direktori bilan ko'rishdik, obed qildik va u ham shu savollar beryapti. Yana bormi shuncha futbolistlar? Qiziqish bor. Qiziqish va she'riyatni vizitkasini ham berdi. Bo'lsa primoy bizga qiling. Biz o'zi kuzatyapmiz hozir. Skautlarimiz ish olib boryapti, lekin biz xohlardik shunaqa futbolchilar, talantli futbolchilar bo'lsa, albatta olib kelib mana shu akademiyamizga umuman kelajak uchun shunaqa ularda nazarda bor va albatta men endi o'ylaymanki, Abduqodirdek, albatta Abduqodir o'z yo'lida, lekin bizda talantli va shunaqa iqtidorli futbolchilar ko'p va ular o'ylaymanki yetishib chiqadi, chunki hozir o'zimizda ham futbol juda rivojlanyapti. O'zi
prezidentimiz tarafdan, umuman rahbariyat Sharoitlar. tarafdan sharoitlar, e'tibor juda kuchli va shu sharoitda e'tiborda albatta futbolchilar yetishib chiqadi. Chunki hozir qiziqish ortgan va o'zim ham Farg'ona shahrida maktab ochdim. Futbol maktabi. Futbol maktabini ochdim. Endi bizda boshladi yoshlar. O'zi o'g'lim ham borayotgan joyda ko'rardim. Hozir ham o'sha yerga bordim. Rostdan ham yoshlarni ko'rib, o'sha o'ynashayotganlari, harakatlarini ko'rib, har birida talant bor-da. Endi bularni qanaqa rivojlanadi, o'sha voyaga qanchalik keladi, bu albatta o'zlariga ham bog'liq va murabbiylarga bog'liq va sharoitlarga bog'liq. O'ylaymanki, bu narsa hammasi to'g'rilanadi va bizdan ham faqat Abduqodir emas, yana ham ko'payadi futbolchilarimiz APL. Endi Abduqodirni meni tushuncham bo'yicha Abduqodir Husanovni aynan APLga transfer bo'lishi va mana bundaqa yirik chempionatlarda qatnashib, dunyoning top 5 taliga kiradigan mana bunday komanda va tajribali murabbiyni qo'l ostida futbol o'ynab, bu yerda futbolchilik faoliyatini davom ettirishi menimcha O'zbekistondagi ancha yoshlarimizga qandaydir bir motivatsiya bo'ldi. Bu kuchli motivatsiya bo'lyapti. O'zi yoshlarimizga ham, umuman xalqimizga ham, o'zi baqayam ko'p muxlislarimiz kelyapti. Bugun ham ko'pini ko'rdik, mana bir nechta O'zbekiston vatandoshlarimizni va qiziqish ortgan va o'ylaymanki, buni tagida o'sha orqasida yetishib chiqadi ko'p futbolchilar. Temur aka, mana bilasiz, butun xalqimiz biladi, 34 yillik orzuyimiz O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga chiqishligi bu albatta hammamizga katta bayram bo'ldi. O'zbekiston salkam 40 millionli xalqimizga bu juda katta bir yangilik bo'ldi, chunki bilasiz, har jahon chempionatiga chiqishda qandaydir muammolar bo'ladi, qandaydir bir kamchiliklar bo'lib, sabablar bilan chiqa olmay kelamiz va bu narsa albatta sizni va futbol mutaxassislarini, mutasaddilarini ko'magida, harakatida menimcha bu narsaga erishildi. 34 yilda xudo xolasa jahon chempionatiga mana chiqdik va nihoyat jahon chempionatiga tayyorgarliklar milliy terma jamoamiz qanday bo'lyapti, qanday bir natijalar, nimalarnidir plan qilyapsizlarmi, qanday bir endi albatta tayyorgarlik bo'lyapti. O'zi umuman jahon chempionatiga chiqimiz, o'sha tarixiy g'alabani albatta hammamiz birgalikda intilib harakat qildik va erishdik. Chunki muxlislar o'z yo'lida, rahbariyat o'z yo'lida, futbolchilar o'z yo'lida, hammamiz birgalashib qo'limizdan nima kelsa harakat qildik. Xudoga shukr, jahon chempionatiga chiqdik. Tayyorgarlik bo'lyapti. Hozir oktyabr oyida FIFA kunidan foydalanamiz. Urugvayga qarshi uchrashuvimiz bor. Undan keyin noyabrda bor FIFA kuni, o'shaning uchun tayyorgarlik bo'lyapti. O'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Menimcha jahon chempionatida O'zbekiston xalqimizga milliy terma jamoamiz yaxshi natijalarni ko'rsatadi deb o'ylaymiz. Albatta butun xalqimiz bilan bo'lib duo qilamiz. Yaxshi natijalar kutib qolamiz. Albatta sizni boshchiligingizda kim terma jamoaga murabbiy bo'lsa ham xudo xolasa yaxshi natijalar va xalqimiz bilan kutamiz, chunki 34 yillik orzu. Temur aka, yana bitta savol. Mana siz Angliyaga keldingiz, futbol vataniga bir nechta o'yinlarga birgalikda kirdik, ishtirok etdik. Meni mana shu muxlislik yo'nalishim bo'yicha bir ikkita bir o'zingizning fikrlaringiz, chunki ko'rdingiz, o'zi o'sha katta do'ppi bilan bu yerga kelaman va ingliz mahalliy muxlislari juda ko'p o'sha tanib bo'lgan meni. Hatto do'ppim yo'q bo'lsa birada do'ppini kiyib kelmadingmi deydi, yoki meni ismim bo'lmaydi, Husanov deb chaqiradi, O'zbekiston deydi. Meni bu do'ppini kiyib bu yerga kelishimdan maqsad, masalan, bayroq bir ikkita variantlar bo'lgan. Men shu do'ppi yo'nalishini tanlaganim qandaydir bularni fikrini ola olsam, men o'zimga jalb qila olsam, shu orqali O'zbekistonni tanish. Albatta bu narsani qila oldim va do'ppi orqali bular O'zbekistonda qandaydir ma'noda, xasdir ma'noda tanib, juda ko'pchilik o'sha taniyapti. Sizni fikringiz qanaqa? Bu men har o'yinda kelaman, chunki Abduqodir Husanovni ko'rsa, hech bo'lmasa meni ko'rsam bir xursand bo'larmikin degan ma'noda kelib, doim qo'llab-quvvatlab ukamizni kirib kelyapman. Shunchadan beri sizni bir anaqangiz qanaqa? Endi albatta, men ham endi kelib shu yerda tanishdik. Albatta senga omad tilayman. Alloh rozi bo'lsin qilayotgan ishlaringizda. Chunki bu ham katta Abduqodirga ham nima deydi, qandaydir motivatsiya. Chunki har doim kelasan, o'sha do'ppini, bu birinchidan reklama. Do'ppimizni baribir o'sha muxlislarning ichida o'tirasan, fan zonada o'tirasan, a'zosan va o'ylaymanki, bu ham qanaqadir futbol uchun
shunaqa O'zbekistondan kelishyapti, mana shunaqa muxlislik qilishyapti degan narsa bor va mana shu ham siz bilan o'zi uchta o'yinga tushdik va o'shda ham ko'rdim qanaqa munosabat bo'lyapti o'sha rasmga tushib kelib Cityni fanatlari bilan qanaqa ular munosabat qilyapti, har ko'rganda kutib olishyapti meni. Hammasi sizni yaxshi ko'rishadi. O'ylaymanki sizga omad tilayman. Nafaqat endi men siz bilan tanigandan keyin albatta kuzatdim, qaradim. Siz muxlislaringiz ko'p ekan, chunki qaysi ma'noda siz albatta o'z Cityda bo'lib yoritib beryapsiz. Yoritib beryapman. Ular ko'rinmayotgan narsani, chunki televizorda o'yinni ko'rsangiz baribir ko'p narsa ko'rinmaydi, lekin siz yoritib berayotgan narsa albatta hammaga qiziq va ko'p kuzatadi. O'shaning uchun to'xtamay faqat omad tilayman. Qodirni podдержка qilishdan va vatanimizni ham obro'sini ham namoyish qilishda o'ylaymanki yaxshi kontentlar bo'lyapti. Omad tilayman. Shu boshida Abduqodir Husanov bilan birinchi bu yerga kelganda bir nechta o'yin o'tgandan keyin ko'rishganimizda aytganman Abduqodirga omad tilab va siz maydonda O'zbekistonni yelkasi O'zbekistonni tanitishlik O'zbekistonni bayrog'i yelkasida turibdi, O'zbekistonni tanitishlik bir mas'uliyat turibdi. Siz agar maydonda O'zbekistonimizni tanitadigan bo'lsangiz, men o'zim mas'uliyatimni bo'ynimga olganman. U mas'uliyatni maydonning tashqarisida, muxlislarning ichida men shu narsani qilaman, birgalikda Xudo xolasa O'zbekistonni tanitishlikka harakat qilamiz deb boshida gaplashgandik. Menimcha qaysidir ma'noda bunga erishyapman, chunki juda ko'p ingliz muxlislari, hatto men bu narsani boshlashdan oldin men o'zbek turizmini rivojlanishiga ham ozgina bo'lsa ham hissam qo'shish niyatim borda. Albatta bu narsaga qaysidir ma'noda erishyapman, chunki juda ko'p inglizlar, shaxsan men o'zim gaplashgan mahalliy inglizlar juda ko'p O'zbekistonga aynan tur qilish niyati borligini aytib o'tgan. Shuning uchun sizga ham kattadan katta rahmatlar aytaman. Aka, men Angliyaga keldik, bir necha kun bo'ldik, o'yindan kirdik, taassurotlar yaxshi menimcha. Qo'llab-quvvatlab tursa, undan keyin xalqimiz xudo xolasa chiroyli videolar sizlarga kontentlar qilib xalqimizni xursand qilamiz. Kattadan katta rahmat, intizorga rozi bo'lganingiz uchun. Nodirlardan yaxshi anaqa chiqadi. Yaxshi odamlar chiqadi. Yaxshi odamlar, chunki Andijonda ham Nodir, Muxlislarda ham boshlig'i. Nodir aka To'ychiyev. Nodir aka To'ychiyev va bu ham adashagan Nodir ekan. Bu ham Andijondan ekan. Bu ham Andijondan ekan. O'shaning uchun omad tilayman, charchamanglar, kuzatinglar. Albatta ham o'zi vatandoshlarimiz ko'pini ko'rdim, Londonda ham, shu yerda ham. Hammasiga omad tilayman, Alloh panohida saqlasin. Va hammasi Abduqodir Shetaligidan juda xursand, mamnun. O'ylaymanki, bunaqa Abduqodirlar ko'p bo'ladi. Siz ham charchamang, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xalqimizdan bitta shu iltimosimiz, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursak, xudo xolasa chiroyli kontentlar qilishda davom etamiz.